Birinchi patsientkamizdan planga 20 ta yozganmiz. Shundan olindi 28 ta, 28tadan 20tasi M2, ya'ni bu zrelый kletka hisoblanadi. Ya'ni 20 taga mo'ljallangan, mana 20 ta zrelый kletka chiqdi. Ikkita kletkamiz yetilmagan, ya'ni ozgina bir 4-5 soat qolgan deylik. Ikkitasi GV kletka, ya'ni GV kletkani yetilishiga bizga 2 kun yoki 3 kun kerak bo'ladi. Biz uni kutadigan bo'lsak, bu yetilganlarimiz yorilib ketishi mumkin bo'ladi. 4 zp kletka. Bu zp kletkalar bular anomalniy kletkalar hisoblanadi. Ikkinchi patsientkamizdan 20 tadan 25 taga mo'ljal qilganmiz. Получено 29 ta kletka. Shundan 23 tasi zrelый kletka, 5 tasi GV kletka. Ya'ni qanaqa tushuntirsam bo'ladi? Ko'pincha asinxronniy rost deyman, ko'p follikular baravar o'ssa, ulardan yetilgan tuxum hujayralar chiqadi. Qachonki kichkinaroq follikulardan misol yetilmagan GV kletkalar chiqib qoladi. 5 tasi GV kletka va bitta anomalniy kletka chiqdi. 20 tadan 25 tagacha mo'ljal qilgan edik, 23 ta yetilgan, 20 taga mo'ljal qilgan edik, 20 ta zrelый kletka chiqdi. Bu bugungi ishimiz juda ham unumli va sifatli bo'lganidan dalolat beradi. Endi 5 kundan keyin ko'ramiz qanaqa sifatdagi embrionlar hosil bo'ladi.